Iltimos, srochniy Amerikada yashayotgan akalarimiz, og'alarimiz, ukalarimiz, bu videoni o'tkazib yubormanglar. Sizlar uchun Toshkentdan bir iltimosnoma. Qur'oningdan qasos olaman. Mana bu seni Qur'oning. Sizga Qur'oningdan sizga. Bugun Instagramda bir video ko'rib qoldim. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Bunaqa muqaddas Qur'on kitobini yoqish uchun bilmayman, qanaqa iflos bo'lish kerak. G'alati zinodan bo'lgan bir itdan bo'lgan murtaq mana qilgan ishini ko'ringlar. Qay darajada unaqa iflos bo'lishi mumkin odam. Qattiq ta'lim olgan, qattiq tarbiya olgan kimni farzandi bo'lishi mumkin. Amerikada yurgan bir akalarimiz bir yuringdan bir qiziqib ko'ringlar. Zora-mora topilib qolsa bizga uzatib yuboringlar shunda. Shuna deport qilib O'zbekistonga kirgizib yuboringlar. Uzr, yana bir gap esdan chiqdi. Kimni yaqinlari shu Amerikalarda bo'lsa, Kanadada musofir yurtda yurgan qarindosh urug'lari bo'lsa, tarqataylik, bir topaylik. Hatto bizni topa olmasak, ular topib bir nakazat qilganini ko'raylik. Sog' bo'ling.